Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Sizlarda qo'llab-quvvatlaring, duolaring samarasi o'laroq biz yangi manzilda ish joyimizni boshladik. Endi klinikamiz Mediko xususiy klinikasi deyiladi. Bu Mamadan O'tib Fodiyev sanatoriyasi qoshida ochilgan. Manzilimiz Rishton tumani, Qo'qon Farg'ona katta avtomobil trassa yo'lini yonida joylashgan. Orientir katta Farg'ona kanali. Klinikamizda asosan revmatoid kasallar. Demak, bu bo'g'im kasalliklari, revmatizm, revmatoidniy artrit, osteoartroz va umr to'polonasi kasallari, osteoxondroz kabi kasallar muolaja qilinadi. Klinikamizda hozirgi kunda dolzarb bo'lgan bemorlar uchun zamonaviy dori vositalari va ilg'or fizioterapevtik uskunalar yordamida muolajalar olib boriladi. Klinikamizda bemorlarimiz uchun ambulator, ya'ni qatnab va statsionar, ya'ni yotib davolanish uchun sharoitlar yaratilgan. Klinikamiz 6 kunlik ish rejimida ertalab soat 8 dan kechki soat 16:00 gacha faoliyat yuritadi. Agar sizda qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi manzil nomerlar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Eshigimiz sizlar uchun doim ochiq. E'tiborlaringiz uchun rahmat.